Issiqxonada ismaloq yetishtirish. Ismaloq ozuqaviy qiymati juda yuqori bo'lgan bargli sabzavot. U tarkibida temir, magniy, vitamin A, C va K moddalariga boy. Ayniqsa qish oylarida yangi yashil ismaloq yetishtirish orqali fermerlar nafaqat bozorda barqaror talabni qondiradilar, balki daromadni ham sezilarli oshiradilar. Issiqxonada ismaloq yetishtirish qisqa davrda bir necha marta hosil olish imkonini beradigan eng foydali tizimlardan biridir. Issiqxona sharoiti. Ismaloq sovuqqa bardoshli o'simlik bo'lsa-da, barqaror harorat va namlik hosildorlik uchun juda muhim. Harorat. Unib chiqish davrida 12-18 ch. Faol o'sish davrida 15-20 ch. 25 dan yuqori haroratda barglar mayinlashib, o'sish sekinlashadi. Namlik 65-75 oraligida bo'lishi lozim. Yoritish. Ismaloq yorug'likni yaxshi ko'radi, ammo to'g'ridan-to'g'ri issiq quyosh nuri zararli. Yoritish soatiga 10-12 soat atrofida bo'lishi yetarli. Issiqxonani harorat va havo aylanishini nazorat qiluvchi ventilyatsiya tizimi bilan jihozlash tavsiya etiladi. Tuproq tayyorlash. Sifatli ismaloq hosili olish uchun tuproq eng muhim omil hisoblanadi. Tarkibi yengil qumoq yoki qumloq tuproq, organik moddalarga boy bo'lishi kerak. pH darajasi 6,5-7,0 oraligida. Tayyorlash ishlari. Har bir maydonga 4-5 kichirigan gong yoki kompost qo'shiladi. 25-30 g ammoniy nitrat, 15-20 g superfosfat, 10-15 kaliy sulfat aralashtiriladi. Tuproq yaxshilab yumshatilib, tekislanadi. Ismaloq ildiz tizimi yuzaki joylashgan, shuning uchun tuproq chuqur bo'lmasa-da, havodor bo'lishi muhim. Urug tanlash va tayyorlash. Urug sifati hosil sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Tavsiya etiladigan navlar. Matador tez pishar, sovuqqa chidamli. Viroflay serhosil, silliq bargli. Gigant yirik bargli, bozorbob ko'rinishga ega. Urug tayyorlash. 12 soat davomida iliq suvda 25-28 ch ivitiladi. So'ng biroz quritilib, ekishga tayyorlanadi. Bu usul unib chiqishni tezlashtiradi. Ekish texnologiyasi. Kuzda oktyabr-noyabr oylarida. Bahorda fevral-martda. Masofa, qator oraligi 10-15 sim, uruglar orasida 3-5 sim. Chuqurlik 1,5-2 sim. Urug miqdori 1 ga 1,5-2 gram urug kifoya qiladi. Ekishdan keyin tuproq ustidan yengil sug'orish beriladi. 7-10 kun ichida unib chiqish boshlanadi. Sug'orish va parvarish. Ismaloq namlikni yaxshi ko'radi, lekin tuproqda suv to'planmasligi kerak. Sug'orish chastotasi har 4-6 kunda, lekin tuproq namligiga qarab. Usuli: tomchilatib sug'orish eng yaxshi natija beradi. Suv isrof bo'lmaydi va barglar hol bo'lmaydi. Begona o'tlar har 10-15 kunda yumshatish va begona o'tlarni yo'qotish zarur. Qo'shimcha o'gitlash. 15-20 kunda bir marta 10-15 g karbamid eritmasi bilan oziqlantiriladi. Hosil oldidan azotli o'gitlarni kamaytirish kerak, chunki u nitrat to'planishiga olib kelishi mumkin. Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash. Ismaloq kasalliklari asosan namlik yuqori va havo almashinuvi sust bo'lganda rivojlanadi. Asosiy kasalliklar: unshudring, mildiy, barglarda oq dog'lar paydo bo'ladi. Chora, kuproksat, ridomil gold kabi preparatlar. Barg dog'lari qo'ziqorinli kasallik. Chora, bordo suyuqligi 1 bilan ishlov berish. Zararkunandalar: shira, tliya va tripslar. Biologik himoya, fitoverm yoki biotlin eritmalari bilan purkash. Kimyoviy ishlov berishda hosil yigimiga qadar kamida 15 kun oraliq qoldirish kerak. Hosil yigish. Ismaloq ekilgandan 30-40 kun o'tib, yigim terimga tayyor bo'ladi. Kesish vaqti: barg uzunligi 8-10 simga yetganda. Barglar ildizdan 2 sim yuqoridan pichoq bilan kesiladi. Qayta o'sish: ildiz qoldirilsa 2-3 haftadan so'ng yangi barglar chiqadi. Bu esa ikkinchi hosil olish imkonini beradi. Hosilni sovuq joyda 4-6 ch saqlasa 7-10 kun yangiligini saqlab qoladi. Bozor va iqtisodiy samaradorlik. Issiqxonada ismaloqning iqtisodiy foydasi juda yuqori, ayniqsa qish oylarida. Bir hisobida. Urug o'git suv energiya o'rtacha 8-10 ming so'm. Hosil 2-3 k ismaloq.
Bozor narxi qish oylarida 15-20 ming so'mki. Bir mdan sof foyda 20-30 ming so'm atrofida. Agar bir 100 m issiqxona bo'lsa, bir siklda 2-3 ming so'mgacha foyda olish mumkin. Soddaligi urug'dan hosilga atiga 30-40 kun. Barqaror bozori qishda talab yuqori. Foydadorligi kam xarajat, tez daromad. Agar siz fermer yoki agrotalaba bo'lsangiz, bu usulni o'rganish va sinab ko'rish sizga yangi tajriba, barqaror daromad va yashil hosil olib keladi. Yashil hosil sog'lom hayotning kafolati. Issiqxonada ismaloq eking, tabiat bilan birga yashiring.